ekran chiqyaptimi buni? Ekran chiqyapti. Yaxshimi tinoladi? Ha. Boshlaymiz. Boshladim. Demak, bugun sizlar bilan 3-dars. Lesson 3. Bugun sizlar bilan uyqu fiziologiyasi, unga bog'liq bo'lgan patologiyalar, gipotalamus hamda uning yadro bo'lagi, talamus, limbik sistema, keyin cerebellum miyacha haqida gaplashamiz, bazal ganglardan 4. Buni keyin aytamiz. Demak, shunaqa haqida qisqacha gaplashamiz. Demak, uyqu fiziologiyasini oladigan bo'lsak, nimalardan iborat deydigan bo'lsak, har bir kechasi uxlaganimizda 4-6 ta sikldan iborat bo'ladi uyqu. Demak, har biri 90 minutdan tashkil topgan bo'ladi. Ikkita asosiy stage bosqichi bo'ladi. Demak, bitta sikl kelganda shu bitta stage 90 minutdan bo'ladi. Shunaqa 4-6. Qancha bo'ladi shunda? Necha soat bo'ladi? 6 kira 9 bo'ladimi? 500. Kabani yodlamaydi. 500 qirq bo'ladi. 540. Qancha soat bo'ladi? 9 soat. 9 soat. Yaxshi. Demak, bu ikkita stage qaysilar? Demak, ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Shu ikkita bosqich aylanib keladigan bosqichlar hisoblanar ekan. Birinchisi non-REM sleep deydi, yoki non-rapid eye movement sleep. Keyingisi esa rapid eye movement sleep. REM sleep, non-REM sleep deydi. Nimaga deyilsa, ko'z harakatiga bog'liq. Значит, ko'rish kerak. Ko'z harakatlaridami yo'qmi? Nomi shu mantiqani tarjima qilganda shunday chiqadimi? Non-REM, rapid eye movement, non-rapid eye movement sleep. Demak, bu ikkita state'ni nomini bilishimiz kerak bo'ladi. Duration of REM sleep increase through the night. Nima degani? Demak, REM sleepni uzunligi tun davomida ortib boradi. Ya'ni 45, 50, 60 ko'tarib boradi. To'g'rimi? Tushunyapsiz? Demak, sleep wake cycle. Demak, uyqu va uyg'oqlik sikli demak regulyatsiya qilinadi. Buni ham demak miya boshqaradi, hamma narsani boshqargan kabi. Nima orqali deyilsa, bu o'z navbatida bu uyqu bilan kunni tunni ajratish bu sirkadian ritm deydi. Bitta misol aytayim, sirkadian ritm qachon buziladi qoladi. Misol uchun, chet elga borgan bo'lsalar, kun bilan tunni farq qiladigan bo'lsa, borganlar qiynaladi. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa not ishlasalar, sizlar vaqt qiynalasiz. Chunki miya kech payt tun uxlash kerak, sizlar ishlaysizlar, o'sha to'g'ri kelmaydi, keyin qiynaladi. Yo'q, uzoq vaqt not ishlagan odam keyin kunduz ishlashga qiynalib qoladi. Yo'q, yaqqol misol, vaqt anaqasi o'zgarsa, qiynalasiz, kun bilan tunni vaqt. Demak, bu sirkadian ritm bilan boshqarilgan qaysi suprachiasmatic nucleus. Pastda o'sha nukleus yadrolar o'tamiz, hozirlar bilasizlar. Sirkadian ritm nima bilan boshqariladi? Suprachiasmatic nucleus bilan boshqariladi. Bu demak kun bilan tunni ajratish uchun boshqarilgan sirkulyatsiyon tizim hisoblanar ekan. Qanday boshqarishni aytyapti? Demak, kech payt tushdi, yorug'lik kamaydi. Demak, ko'z bilan ko'rish, to'g'rimi? Keyin nima bo'ldi o'z navbatda? Suprachiasmatic nucleus activity kamaydi. Superior cervical ganglionda nima bo'lyapti? Norepinephrine oshyapti. Keyin bu pineal glandda melatoninni oshiryapti. Melatonin nima edi bu? Uyqu gormoni qayerdan ishlab chiqariladi? Epifizdan ishlab chiqariladi. Demak, melatonin. O'shuning uchun ramelton degan melatoninning analogi bor-da. Nima qilamiz? Masalan, kun-tun anaqasi buzilib ketganlarga, yoki chet elga borib uxlolmayotganlarga ramelton iching, nemiz kech payt tiltagiga tashlab o'tasiz. Uyquni nima bo'ladi? Tiklab bergan, ko'nikib olish uchun. Demak, mexanizmda ketmagan suprachiasmatic nucleus boshqargan, yorug'lik kamaydi. Kech payt mana nimaga kech payt telefonga televizor ko'rsa, uyqu buzilish berish uchun bilmaydi. Chunki yorug'lik tushadi ko'zda. Miya demak tun bo'lmadi deydi. Demak, EEG waveforms, ya'ni elektroensefalogramma, ya'ni miyada elektroaktivitega yozib qo'yilgan apparat hisoblanadi. Bunda endi o'z navbatda bitta mnemonika bergan, pastda hozir gaplashamiz. Qaysi birida qaysi chicha hosil bo'lishini. EEG bizga konkret muhimmi, yo'q, lekin biz qaysi fazada qanday kompleks hosil bo'layotganini bilib olsak, bu yaxshi bo'ladi. Shu yetarli xolos. Ko'p narsa kerak emas. Demak, o'z navbatda uyquni bosqichlari, nimalar sodir bo'lishi hamda EEGda ishlar haqida gaplashib ekanmiz. Demak, birinchi nima bo'ladi? Awake, uyg'oqlik. Demak, kech payt uyquga yotdingiz, uxlashga harakat lekin uyg'oq turibsiz. Alert nima degani? Uyg'oq, svejiy degani. Active mental concentration, demak, xayolingiz joyida.
eyes open, ko'z ochiq bo'lganda deyapti, beta waves hosil bo'ladi. Mana bu yerda beta waves deb beryapti. Ko'p ham sizlarga mana shu paytda stepper topshirgansam, A'ga berib qaysi kompleks hosil bo'ldi degan narsani bermagan, topib oldi. Lekin kesda kelib, A'ga ko'rgansa qaysi chicha hosil bo'lsa, betaligini bilishdan keyin xolos sizlar. Demak, ko'z ochiq bo'lganda beta waves bo'ladi. Highest frequency, lowest amplitude. Demak, ta'riflayapti. Tezligi yuqori, amplitudasi past. Amplitude mana tepaga ketganda bu amplitude, bu tomonga ketgan bo'lsa frequency bo'ladi, to'g'rimi? Ko'zlar mana yopish kichkina ketgan. Demak, beta wave ta'rif ketyapti. Endi A closed, ko'z yopiq bo'lganda esa alpha waves bo'lyapti. Demak, alpha wavesda nisbatan amplitudalar o'ynayapti. Jismon bo'ladi, jismon nima deydi? Frequency bo'lsa yuqori bo'lyapti. Просто alfa beta qayerda uchrashini bilasizlar, xolos, sizlarda boshqa narsa so'ralmaydi. Buni ancha qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Ankida ham prilojeniyasi yozib bor, shunda ko'p qilib qo'yasiz. Demak, uyg'oqlikdan endi uyquga o'tyapmiz. Non-REM sleep. Non-REM sleep nima edi? Non-rapid eye movement sleep. Mana non-rapid eye movement sleep. Demak, non-REM sleep 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Stage 1, stage 2 hamda stage 3. Bular foizga bo'lib beryapti, ya'ni non-REMni qanchasini qaysi bosqich tashkil qiladi degan ma'noda beryapti. Demak, stage 1 bu uyg'oqlikdan keyin birinchi ko'z ilashni boshlagan payt hisoblanadi. O'zimizda demak, light sleep yengil. Uyqusirab turasiz. Ishtirasiz, mana shuni uyg'onib ketasiz. Ko'zim ilinibdi deydi, bilasan? Ya'ni ko'zimni yumib uyg'oq turdim degan narsalar. Bunda theta waves bo'ladi. Demak, theta waves. Hozir bunga qarab konkret ajratib olishdan shart emas, просто stage 1 da N1 da qaysi chicha hosil bo'ladi degan savol bersam, sizlar aytasizlar, theta waves hosil bo'ladi, bo'ldi. Stage 2 bu 45% nisbatan katta foiz tashkil qiladi. Bu deeper sleep. Nisbatan chuqurroq sleep, sekin uyquga qarab ketyapsiz. Bunda sleep spindles and Kerr complex. Demak, sleep spindle hamda Kerr complex. Kerr complexini QRSga o'xshab ekanga deydi. Buni ham konkret bermagan, просто yordamchisi. Men ham shunaqa qilganman. Sleep spindles bilan Kerr complex qayerda bo'lsa, endi ikkidan bilsangiz, shuna savol tushishi mumkin. Bundan odatda egani berib toping degan savol tushmagan menga. Balkim step 2da bor, lekin hozirda yo'q. When bruxism occurs, N2. Bruxism nima? Tishni g'ijillatish. Demak, N2 da tishni g'ijillatish bo'lar ekan. Tishni g'ijillatish eshitgansizlar, shunaqa odamlar bor. Kech payt uxlagan tishni g'ijillatadi. Demak, bo'sh g'ijillatadi. Stage 2 bo'lar ekan. Demak, stage 3, 3-stage bo'lsa, bu 25% tashkil qilar ekan. Bu o'z navbatda deep eng chuqur uyqu bo'ladi non-REM sleepda. Bunda demak slow wave sleeps. Demak, nisbatan nima bo'ladi, chichalar sekinroq hosil bo'ladigan nima deydi, bosqichda bo'lgan. Bunda delta waves hosil bo'ladi N3 da. Lowest frequency, highest amplitude. Demak, endi bunda nima bo'ladi deydigan bo'lsak, frequencies kam, mana tishlar orasi ochiq. Demak, bu frequency demak, masofa kengaygan. Amplitudasi bo'lsa baland bo'lyapti. Demak, bu o'z navbatda nima? N3 da bo'lar ekan. Bunda nimalar sodir bo'ladi desa, bedwetting, ya'ni tayinni qo'llab qo'yish hamda sleepwalking, uyquda yurish. Keyin night terrors. Night terrors bilan o'z navbatda nightmare bor. Night terrors tushda qo'rqish bo'lsa, nightmare yomon tush bo'ladi. Shu ikkita bosqich bor. Shuni farqli N3 da night terrors bo'ladi. Ikkosi farqi nima? Organizm reaksiya bilan uyg'onib ketsa kerak. Terroristda. Nima? Night terroristda uyg'onib ketsa kerak, lekin ujus bo'lib, butun organizmda reaksiya bo'lib, nightmare'da ko'zi qo'rqadi. Yaxshi, endi nima bo'ladi? Bittasida eslab qoladi, bittasida eslab qolmaysiz. Tushda qo'rqib deb uyg'onasiz, lekin tushda nima bo'lganini bilmaysiz. Boshdan bo'lganmi hech? Tushda bo'lsa qo'rqasiz. Night terror. Nightmare'da yomon tush ko'rasiz, lekin eslaysiz. Hozir gapiramiz. Demak, night terrors N3 da bo'lar ekan. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, bizda demak ikkinchi bosqich, ikkinchi stage REM sleep va rapid eye movement sleep. Demak, u 25% tashkil qilar ekan. Bunda nima bo'ladi? Loss of muscle tone, atonia.
except in the diaphragm and extraocular muscles. Mana ma'no chiqadi mana shu joyda. Butun tana muskullari yo'qoladi. Nimaga degansa shu paytda tush ko'rish bo'ladi. Agar tush ko'rayotganingizda tanangiz falajlanmasa, tushingizda qilayotgan narsalarni o'ngingizda ham qilib ketaverasiz. REM sleep disorder degan kasallik bor. Lewy body demensiya tushib buni gaplashamiz. Bunda nima bo'ladi? Xuddi shu narsa bo'lmaydi. Muskullar ingibitsiya bo'lmaydi. Tushingizda urishsiz, o'ngingizda ham birga bo'rishaverasiz. Hali shunaqa odatlar emas, bitta basiz, qo'lingiz ham ishlaydi. Lekin odatda biz tush ko'rsak, yugurasiz, qochasiz, tanangiz bitta joyda turib-turadi, to'g'rimi? Demak, shu REM sleepda bo'lgan muscle tonda, demak, atoniya bo'lishi faqatgina diafragma bilan extraocular muscle. Diafragmaga aniq nafas olishimiz, chunki extraocular dikidan tashqari bo'lgani uchun ko'z harakatlanishi shuncha REM deyapti, rapid eye movement sleep disorder deyapti shuncha. Chunki ko'zda harakat ham bo'ladi. Значит, mana xonadoshni ko'rish kerak, ko'zi harakatlanayotganmi, yo'qmi uxlayotganda. Yaxshi. Brain demak kislorod yuz oshadi. Demak, miyani kisloroddan foydalanish uchun, chunki tush ko'rayotganda miya ish bajaradi, qanaqadir. Demak, kislorod terilgan ehtiyoj oshadi. Variable pulse and blood pressure. Demak, puls bilan qon bosimi har xil bo'lishi mumkin ekan. Tez bo'lib ketishi ham mumkin, sekin bo'lib ketishi ham mumkin. Tushda tezlab ketadi, masalan, bir kunlarda to'g'rimi? When dreaming, nightmares and the penile tumescence occur. Demak, qachonki masalan tush ko'rayotganda, demak nightmare bo'lishi mumkin yoki dreaming tush ko'rish ham bo'ladi. Mexanizmlarda atoniya bo'ladi, tush yuradi. Nightmares desa yomon tush ko'rasiz. Remember dreams, ya'ni tushlarda eslab qoladi. Esda qoladigan bo'ladi. Nightmares da yomon tush ko'rsa eslab qolasiz. Yoki penile bilan clitorisda masalan taranglashi bo'lishi mumkin. Demak, bu ham REM sleepda bo'lar ekan. Demak, REM sleepda o'z navbatida nima bo'lyapti degan bo'lsa, REM sleepda ham demak beta wave beryapti. Beta wave yana qachon bo'lyapti edi? Ko'zlar ochiq bo'lganda uyg'oqlikda bo'lyapti. Xuddi shu stagelar bilan yana bitta non-REM bo'ldi, yana almashib ketaveradi. Lekin biz bu yerda nima deylik? REM sleep boshida qisqa bo'lib turib, masalan, keyinchalik kun sikl almashgansa oshib boradi. Shunisi bor. Demak, bu uyg'oni fiziologiyasi. REM sleep behavior disorder factors affecting sleep architecture. Ya'ni REM sleep behavior disorder demak, rapid eye movement sleep behavior disorder deyapti. Bunda nima bo'ladi? Loss of atoniya leading to dream enactment of the violent and vocalization. Nima deyapti? Tarjima qilamiz. Shu atoniya bo'lmaydi, iz-za этого gapirishi mumkin, yoki harakat qilishi mumkin. Often violent. Loss of atoniya degani atoniyani yo'qolishi, demak atoniyani muskullar falajni yo'qolsa, demak muskullar o'zimizda bo'ladi, miya boshqaryapti. Bu paytda demak tushidagi narsalar biz aytganimizdek amalga oshib ketadi. Ko'pincha violent bo'ladi. Masalan, urib olishingiz mumkin, tepib olishingiz mumkin, yoki masalan so'kib olishingiz mumkin, tushingizda gapirib olishingiz mumkin. Shu narsalarni aytyapti. Most commonly associated with Lewy body dementia and Parkinson disease. Demak, miya atrofiyasi bilan kechirish kasalligini buni o'tamiz. Hozir shunchaki bilamiz. REM sleep behavior disorder yoki rapid eye movement sleep disorderda bu Lewy body dementia, Parkinsonizm yuzaga keladi. Qanaqaligini siz bilyapsiz. Keysda qanaqa bo'ladi klinikada degansak, 75 yoshli kishi ayol bilan keldi. Ayolning shikoyati bo'yicha u tunda turli xil harakatlar qiladi deydi. Uxlayotgan paytda. Aslida sразу miyaga beryapti. Bunda REM sleep movement disorder bor degan. Tushundingmi? Endi demak, uyquni arxitekturasiga ta'sir qiladigan narsalar alkohol, benzodiazepam, barbiturat. Demak, alkogolni bilasizlar. Alkogolli ichimlik benzodiazepam, barbituratlar bor. Hammasi GABA retseptorlar bilan ishlaydi. GABA A, B bor, lekin hammasi GABA retseptorlar mexanizmi hammasi hujayra ichiga xlorni kirgizib berishi. Hujayra ichiga xlor kirsa, zaryad manfiylashadi. Zaryad manfiylashsa qo'zg'alish shuncha kam bo'ladi, ya'ni tinchlantiruvchi. Milliy farmakologiyada o'tganimizda bitta narsa esimda qolgan ekan, dozaga bog'liq bo'lgan dorilar ta'siri degan narsa bor-da. Shunda barbituratlarni bergan edi. Ozgina dozada tinchlantiradi.
uyg'otuvchi, o'rta dozada uxlatuvchi, yuqori dozada bo'lgan bo'lsa tachikomacha va toksik effekt bo'ladi. Barbiturat. Bular gaplashamiz. Barbituratlar ko'pincha nima deb beriladi? Tinchlantiruvchi bo'lishi mumkin yoki tutqanoqlarda bo'lishi mumkin. Benzodiazepam shunga o'xshash. Yaxshi, demak, N3 and the REM sleep. Demak, 3-stage kamayadi hamda REM sleep. Benzodiazepams are useful for the sleepwalking and the night terrors. Mana benzodiazepamlarni qo'llanishga bitta misol. Qachon qo'llaymiz desa, sleepwalking, lunatic deydimi, bizda nima deydi, yuqorida yurganlar lunatic deyiladi, to'g'rimi? Sleepwalkinglar ham yomon tushga begonlarda bepsiz bo'ladi, tinchlantiruvchi. Nimaga beryapmiz? Chunki N3 bilan REMda bo'lyapti-ku. Bu N3 bilan REMni kamaytiryapti-ku. Nimaga aynan beryapti shularda? Tinchlantiruvchi shuna ta'sir qilyapti. Effektiga aytyapti, N3 bilan REMni kamaytiryapti-ku. Biz aytgan sleepwalking qaysida bo'ldi? N3 da bo'ldimi? N3 da? Night terror bo'lgan bo'lsa qaysida bo'ldi? Bu ham N3 da. Shuni stage'ni kamaytirsa, o'shini sodir bo'lishi ham kamayadimi? Tushunmadik. Tushunmasa biz aytyapmiz, sleepwalking yoki bo'lmasa night terrorlarda aytyapmiz, N3 da bo'ladi dediga. Ya'ni shu payt tushda yurib ketadi yoki bo'lmasa nima bo'ladi? Yomon tush ko'radi. Bu dorilar aynan N3 ni kamaytiryapti. Shuning uchun, ya'ni o'sha stage kamaysa, o'sha bosqichda bo'lgan hodisalar kamayadimi? Shuning uchun foydaliroq deyapti. Endi tushunsa, yaxshi. Keyingisi aging, demak, yosh o'tishi bilan, qarish bilan nima bo'ladi? N3 kamayadi, REM sleep, sleep onset latency. Demak, uxlash qiyinlashadi bo'lganda. Early morning awakening. Kech uxlab yetib-ketadi, o'zimiz soatlar yosh katta qavlash nima bo'ladi? Kech paytda uxlamagan, ertalab sahar turgan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, fiziologik jarayon bo'ladi. Qaysilar kamaysa, endi shuni REMda aytishingiz mumkin. Sleep onset latency, ya'ni uyquga uchrash, ya'ni uyqusi kelishdan qadar kamayadi. Oddiy qilib, kech yotib, erta turganlar, saharimiz 70-80 kelsa ham kimdir bilsa, soat o'qiyotgansiz biladi, to'g'rimi? Sahar turadi, uyqum kelmayapti, uyqu yo'q deydi. Demak, depressiyada ham N3 kamayapti, REM sleep oshyapti, rapid eye movement sleep. Lekin latensiyasi uchrash kamayapti. Mana depressiyada shuna bo'lishi mumkin. Depressiya belgilarini aytgandek, kam uxlash ham mumkin, ko'p uxlash ham mumkin. Latensiya degani uchrashi. Latency. Demak, bitta bo'lsa uxlasa uzoq ketyapti, lekin unga uchrash kam bo'lyapti. Repeated night time awakenings. Kech payt uyg'onib ketadi depressiyada. Uxlamayapti, cho'qlaydi, yana uyg'onib ketadi, o'tiradi, boshqa bo'ladi. Early morning awakening. Terminal insomnia. Insomnia degan bu uxlay olmaslik, uyqusizlik bo'ladi. Ertalab sahar turadi, kech payt uxlolmaydi, depressiyaga tushganlar masalan bo'lishi mumkin. Endi bizda narkolepsiya degan holat bor. Narkolepsiya nima? Kim eshitgan? Shu joyda Mr. Bean demoqchi bo'lganlar yo'qmi? Davay, Google'dan ko'rib, sizga tushunchalar aytinglar-da, keyin men aytaman. Narkolepsiya nima? Narkolepsiya bor, katapleksiya bor. Keyin patologiyada ta'mizon qiziq bo'lishi aytib ketaman. Uzoq qilmay Yo'q. Mr. Bean'ni kim kinosini ko'rgan? G'aroyib poyga degan kinosi bor. Magazinda o'rtasida ham, yo'lda o'rtasida shunday qattiq qo'llab qolib ko'rmaganmisizmi? Mr. Bean'ni kinosini? Uxlab qolish ketyapti. Shunday ketyapti, dasturda tutib ketib qoladi. Uyqu xuruji deb aytsak bo'ladi o'zbekchaga. Shunday ketgan tufayli katapleksiya nima deydigancha, shunday uxlab qoladi-da, tanasi bo'shashib ham ketadi. Lekin Mr. Bean'da narkolepsiyada shunday uxlab qoladi, qotib qoladi. Ko'rmagan egasizlar.
Mr. Bean'ni kinosi bor. G'aroyib poyga degan. Xuddi shunaqa kalyapti. Unda ham demak, ham sleep latency'si kamaygan. Hozir masalan bunda concavity was katta wave, beta latency'lar tushunmaslar mumkin. Lekin sizlar concavity bilib olinglar. Qaysida qaysi kamayib tushadi. Shuni bilmasanglar bo'ldi, yetarli. Keyin case ko'rganimizda o'zi aytib ketadi, mana shuna bo'lyapti deb. Case buni to'ldirib beradi. Hozir tushuncha paydo bo'lyapti, tushunyapsiz nima haqida gaplashayotganimizni. Masalan, shunga sizlarga eslab qo'yish uchun Mr. Bean deb beraman. Double E bo'ladi. Yaxshi, demak uyquni tugatib oldik. Endi bizda gipotalamus. Gipotalamusni oladigan bo'lsak, miyadagi demak gipotalamus hamda talamus. Talamus tepasi nima bo'ladi? Epitalamus. Pasi nima bo'ladi? O'rtachi. Subtalamus qayerda? Aslida gipani ikkinchi nomisiga. Epitalamus, subtalamus. Anatomiya metda kesmalar boshida ko'ramiz. Gipotalamus. Gipotalamus asosiysi gameostaz. Gameostaz nima degan? Gameostaz. Tashqi ta'sirlarga o'zini muvozanati, demak tutib turishi gameostaz bor. Demak asosiy gameostaz tutib turuvchi markaz hisoblanadi. Regulated stress and the water balance. Nima degani? Chanqoq suvni hamda suv balansini tiklab turadi. Nima orqali esa adenoid hypophyse, anterior pituitary and neva hypophyse, posterior pituitary. Demak o'zidan gormonlar ishlab chiqaradi. Qaysiki nima deyapti? Polysense hypothalamus. Ya'ni bizga yaqqol misol chanqoqda bitta gormonda aytdimmi, suv tuz balansida ishtirok etgan anatomiya bo'lgan narsasi. Chanqoqda ular degan Antidebit posteriordan chiqqan masalan yaqqol misol. Buni anaqadek nima deydi? Endokrin o'tamiz, hozir shunga ketamiz. Shuningdek, regulating hunger, autonomic nervous system, hunger ochlik hozir aytamiz, ochlik ham to'qlaydi. Temperature, tana harorati hamda sexual urge, demak jinsiy xohishlarni ham boshqaradi. Demak bu gipotalamus nimalar boshqarasida ketdi? Chanqoqni, ochlikni, autonomic nervous system, tana harorati hamda sexual urgesni boshqarar ekan. Endi qaysi yadrolar nima qilishini hozir gaplashamiz. Input degani bu kirish, input kirish, output chiqish. Not protected by the blood-brain barrier. Mana yana bitta joy, blood-brain barrier. Nimaga siz suv tuz balansini bilish kerak, qonda tuz kammi, ko'pmi? Barrier bo'lsa o'talmaydi-ku. O'sha uchun bu joyda barrier yo'q. Biladi, masalan, tuz ko'p, siz nima qiladi, organizm zapisan chiqadi, suvni so'rib oladi. Muvozanat ushlash uchun kerak, mantiq bor, haqiqatan. OLT, organovaskular laminar terminalis, qaysiki? Osmolarli sezuvchi. Hamda barrier postrema. Katta borlar va pastrema qayda deydi? 4 First ventricle. Dorsal medullada deydi, to'rtinchi qorinchani asosida base qismida joylashganda deb qo'ydi. Allaqachon gapirdik qusishda. Hemoterapiyga nisbatan qusishni berdik, to'g'rimi? Demak, endi gipotalamusning yadrolari haqida lateral nucleus, lateral yadro deganda, lateral nucleus. Hunger, demak bu ochlikni boshqargan nima qiladi? Stimulating by the ghrelin, inhibited by leptin. Demak, ochlik bilan to'qlaydi, ikkita gormon boshqaradi. Ghrelin hamda leptin. Demak, ochlik boshqarsa, demak ghrelin bitta nima qilyapti? Ochlikni ta'minlayapti. Kimning ghrelini baland hozir? Kim och deganida, bu doim ghrelin qonda baland degani. Masalan, menda baland hozir. Yoki bo'lsam, leptinning inhibitsiya qilyapti. Ghrelin qayerdan ishlab chiqarsa, oshqozondan. Leptin qayerdan? Adipozadan. Shularni endi stimulini yoki kamaytirib oshirish mumkin. Masalan, och qolganni hisni bilishni, oshqozon keladi, demak ghrelin chiqadi, ochlik hissini tuyadi. Leptinning inhibitsiya qiladi. Bu qaysi yadro desa, lateral yadrolar. Endi shu lateral yadro jarohatlansa nima bo'ladi? Ochligini bilmaydi. Hop. Och qolgan bilmasa nima bo'ladi? Narsa yemaydi. Narsa yemasa nima bo'ladi? Anoreksiya, ozib ketish. O'sishdan orqada qolish yosh bolalarda, katta odamlarda ozib ketish.
Masalan, insult yoki turli xil jarohatlar sabab lateral yadro jarohati. Shuna savol case bor. Bemor shunaqa lateral yadro jarohatlandi, nima kamayadi va nimaga olib keladi degan bo'ladi. Lateral yadro sizlar ichidagi ochlik markazi, ochlik markazi bo'lmasa, qorni ochmasa, yemasa, ozib ketadi, anoreksiya bo'ladi. Keyingi yadro bo'lsa ventromedial yadro. Bu endi teskari satiyaga to'qlaydi. Nima orqali? Leptin orqali, leptin stimullaydi. Endi bu jarohatlansa nima bo'ladi? To'yganda bilmay qoladi. To'ymay giperfagiya bo'ladi. Ko'p yeydi, endi yeydi, to'yganda bilmaydi. O'z-o'zidan nimaga sabab bo'ladi bu? Keyinchalik giperfagiya, semizlik, boshqa sabab bo'lmaydi. Bu qachon bo'ladi desa, kraniofaringioma degan o'sma bor. Aynan shu. Men ham gaplashuvdi-ya, endi bu yerda gaplashuvdi. Xo'p, unutmaganmiz debdim, o'zini aytdi. Kraniofaringioma klassifikatsiyani xolesteroldan tashkil etganlar-ku. Mana ham esimda ekan. Yaxshi. Demak, ventromedialnisi bu to'qliga buzilsa, to'yganda bilmaydi, giperfagiya sabab bo'ladi. Endi anterior nukleus. Bundan bir nima izlamaylar. Bu shunchaki yodlanadigan narsalar-da bu. Men ham shuni qilib o'rganganman. Ventromedialni, posterior lateral shunga javob berib yodlaymiz. Ikki caselarda mustahkamlab olamiz xolos. Anterior nukleus demak oldingi bu cooling. Sovutishga javob beradi. Parasimpatik orqali. Anterior cooling deb nima deymiz? Shunchaki oldingi yadro, demak coolingga nima bo'lyapti? Javob beryapti. Endi posterior bo'ladigan bo'lsa bu heating simpatik orqali. Demak bizda nima bo'lyapti deydigan bo'lsa, anterior cooling, posterior heating yo'li simpatik parasimpatik orqali. Kelinglar shuni o'ylab ko'raylik. Posterior nukleus simpatik orqali qanday heating qiladi istab? Ter bezlarini sekretsiyasini oshiradi. Oshmasa is ketish kerak. Hozir gipertermiya bo'lishi kerakmi? Yo'q, shunchaki biz sovib ketsa isitish kerak. Simpatik. Ter bezlari sekretsiyasini oshiradi, termoregulyatsiya. Ko'p terlar odam soviydiku, sovutish uchun qanaqa qilamiz? Anaqa kravitishni yaxshi bo'lishi kerak-da, siz uchun. Metabolizm yaxshi. Metabolizm. Bitta glukoneogenez, glukoneogenez ATF chiqadi. ATF chiqqandan keyin energiya yaxshi bo'ladi. Aynan. Buni ham demak patologiyasi va issiq bo'lishi, oftob bo'lishidan holatlar bor, buzilishi. Shunday gaplashamiz. Yoki bo'lmasam simpatik, parasimpatikdan misol aytaymi. Masalan, oftob bo'lishini aytaymi, issiq bo'lishdan narsa hech narslar guys. Oftob bo'libdi deydi. Nima bo'ladi deb ko'rganda, ya'ni misol sizlar bu yerda real hayotda ko'rganlar, men yuzimlik bo'yicha aytganman. Bosh og'riydi, ichi ketadi, holsizlanadi, charchoq shunaqalar bo'ladi, to'g'rimi? Oftob bo'lmaganmi hech kim? Demak, nimaga shunaqa bo'lishini hozir maslahat aytib beraman. Chunki oddiy misol issiq urdi, harorat oshib ketadi. Nima qilish kerak endi? Haroratni qayerdan chiqarib olamiz? Terlash orqali chiqarib olamiz. Terlashni nima qilish kerak? Teriga kelayotgan qon tomirlarni kengaytirish kerak. Ko'proq qon kelsa, ko'proq issiqlik keladimi? Teridagi qon tomirlar vazodilatasiya bo'ladi. Ichki organlar vazokonstruksiya bo'ladi. Ichki organlar masalan ichakdagi qon yaxshi bo'lmasa, ichakni shilliqlatish uchun ishemiya bo'ladi. Bu ichki ketishga sabab bo'ladi. Yo'q bo'lsa miyadagi boshqa nima bo'ladi? Qon tomir periferiya yo'nalgan uchun markazga yetmaydi. Bosh og'riq bo'ladi, confusion bo'ladi, do'dirashlar bo'ladi. Tabiiyki ko'p terlagandan keyin suvsizlik bo'ladi, holsizlik. Mana mexanizm. Tushundingmi? Mana shu bilan ham demak heatingni boshqasi bo'ladi. Masalan, teridagi qon tomirlar vazokonstruksiya chaqirsa, demak terlash kamayadi, tana istab. Keyingisi suprachiasmatic nukleus. Buni allaqachon gaplashdik. Bu nimaga sirkadiy ritm, ya'ni uyqu ritmiga javob beradi. Buni mnemoniya qilyapti. Xohlasanglar foydalaninglar, bo'lmasam sharpas. Shunchaki yodlayotgan. Keyin supraoptik hamda paraventrikulyar nukleus. Bu o'z navbatda ADH bilan toksinni sintezlaydi. ADH nima vazifasi? Garmoniya yoki antidiuretik garmoniya. Suv so'rib oladi buyrakdan. Qonga chiqqandan keyin oksidoksin bo'lsa nima bo'ladi? Mushtarak konstruksiya qiladi. Bachadonni, mushaklarni qisqartiradi.
Demak, shularda demak superoptik hamda parametrik bilan yadrolardan chiqyapti. ADH and oxytocin are carried by the nevropathism. Don't access the posterior pituitary where these hormones are stored and released. Ya'ni biz sizlar savol paydo bo'lishi kerak edi. Gipofizdan chiqadi yo'lda, gipofizdan chiqadi. Lekin u superoptik bilan parametrik bilan sintezlanib turib, nerofizin degan nima bo'ladi? Oqsillar yordamida tashiladi. Ya'ni tashish bu xuddiki olib borishda bitta joydan demak. Gipotalamusdan boriladi. Aksonlar orqali qayerga? Orqa gipofizga. Orqa gipofizdan keyin qonga ketadi. Destruction causes central diabetes insipidus. Qandsiz diabetga sabab bo'ladi buni jarohatlanish. Qandsiz diabetda nima bo'ladi? Arginin vazifasini gormoni kamayib ketadi. Bu degani CD o'ta suyulib ketadi. Gipovolemiyaga sabab bo'ladi. Chunki buyrakdan akvaparin orqali suv so'rib oladi-yu. Mana shu yozib ketdi. ADH o'z navbatda nima desam? Nefrotiziya mana. Metagenli glomerulus yoki kaptopchida. Buchi PCT pasta genli halqasi DCT teparoqda DCT collecting duct. Shu collecting duct keladi-da, akvaparin degan oqsillar sintezlaydi, chiqaradi. Akvaparin o'zi suv so'rib oladi. ADH ta'sirida. Endi shu ADH suv so'rib, demak CD ni kamaytirib beryapti, to'g'rimi? Ya'ni balans tiklayapti. Shu ADH bo'lmasa suv so'rilmaydi. CD ni ko'p poliuriya bo'ladimi, ko'p seyish bo'ladimi? Gipovolemiya bo'ladi. Shu qandsiz diabet bo'ladi. Qandsiz diabet glyukoza bilan bog'liq emas. Glyukoza oshib ketsa qandli, kamayib ketsa qandsiz degan narsa yo'q, xato narsa. Yaxshi, demak buni o'chib olsak bo'ladi. Preoptic nucleus. Demak, preoptic yadro nima qiladi desa, bu thermoregulation, sexual behavior, release of gonadotropin releasing hormone. Thermoregulatsiyani boshqaradi. Jinsiy xulq-atvor, keyin gonadotropin releasing gaplashdik. Menstrual cycle, keyin mayda FSH, LH bilan ishlash bor-da, ondan indasida. Demak, hozir shunchaki shuni yapamiz. Failure to gonadotropin releasing hormone producing neurons to migrate from olfactory peak is Kalman syndrome. Gonadotropin releasing hormon ishlashgan neyronlarda ko'chib kelishi olfaktory nervdan nima edi? Migratsiya buzilishi bor. Kalman sindromi. Birlamchi aminaviya bo'ladi, markaziy. Yoki bo'lsam jinsiyatdan tushib ketish. Sabab miyadan boshqariladi. Tom gonadotropin releasing eng tepada edi. Kalman sindromi nima edi, guys? Jinsiyatdan buzilishi, hid bilmasligi, anasmiya. Eslamadiga? Esladi. Endi buni esladingmi? Aytamiz. Xuddi shu Kalman sindromi. Demak, buni gaplashdik. Yaxshi, gipotalamus tugatdik, endi bizda talamus. Talamusda demak yadrolari haqida gaplashamiz. Measurable for all ascending sensory information except olfaction. Olfaction nima edi? Hidlash. Hidlar, olfaktoriya. Hidlar nervdan tashqari qolgan hamma sezgilarni oladi. Biz pastda orasida traktlar, kranial nervlarni gaplashamiz. Kranial nervlar bilan traktlarni gaplashgan paytimizda bu to'liqroq bo'lib ketadi. Xohlasan shuni hozir o'tib ketay, yo'q bo'lmasa bironta nervlarga gaplashib, keyin qaytib kelaylik bu yerga. O'sha tushuncha hozir bo'lishi. Nima deysizlar? Hozir o'tdan boshlab ketamiz. Muammo bo'lmaydi, nima deysizlar? Bitta kranial nervlar bor, qanday? Babajon? Gapirmaydi. Nervlar to'lib emas. Nervlar o'tib keyin qaytamiz bunga. Yo, nervlarni o'tganimizda yana qayta ko'p ko'rasizlar videoni. Paxta beniga. Ko'payib ketmaydimi demoqchiman sizlarga.
Kelasidan ko'payib ketmasa shu qolib tursam. Qaytamiz beri. Demak, limbik sistemaga o'tib ketamiz. Limbik sistema. Limbik sistema nima deganda collections of neural structure involved in the emotion, long-term memory, olfaction, behavior modulation, autonomic system function. Ya'ni o'z navbatda neyronal strukturalarni yig'inmasi qaysiki emotsiyaga javob beradigan, uzoq muddatli xotiraga, olfaction hid bilishga hamda xulq-atvorni boshqarishga, markaziy nerv funksiyasini boshqaradiganlar bu limbik sistema deyilar ekan. The famous 5 P's. Demak, bular nimalardan tashkil topgan? Constitutive hippocampus. Abedar keng ko'ramiz. Yana amigdala, mammillary body, anterior thalamus nucleus, cingulate gyrus, entorhinal cortex. Demak, bular nima deydigan bo'lsak, birinchi navbatda demak hippocampus. Hippocampus bu dengiz otimi nima edi? Dengiz otchasi. Bu nomlanishi shunga o'xshash xolos. Demak, qizil rasmda ko'rayotganimiz demak hippocampus, red arrows. Rasmda o'zi bitta rasm berib qo'yibdi xolosmi, qiziq. Brain structure to'g'ri bo'lsa biz yaxshiroq bo'lardi. Bitta mana hippocampus tomonni beryapti, amigdala yonida, keyin o'rtada bazal yadro bo'ladi. Keyin yana nimalarga gaplashdik bizda? Bazal yadro, hippocampus, amigdala, mammillary body orqa tomonda joylashgan. Brainstemda ko'ramiz har bir. Hozir sizlar shunchaki anaqa qilinglar, rasmni o'sha sectionlarni gaplashamiz, brainstemda kesib ko'rganda anaqa gaplashamiz. Hozir biz qaysilar kelishini bilamiz xolos. Yellow aurora bo'lgan cingulate gyrus. Demak, o'rtadagi markaz bilan harakat bilan ajratib turuvchi egat. Cingulate gyrus. Yaxshi. Demak, nimaga javob beradi deysa, feeding, fleeing, fighting, feeling and sex. Demak, shularga javoblar bo'ladi. Bular o'sha tushuncha beryapti. Kelinlar shu limbik sistemada demak o'sha yodlaymiz. Nimalarga javob beradi? Shunaqa qaysilar beradi? Shularni yodlaymiz. Endi buni qachon kengaytasiz? Case'da beradi. Shunaqa limbik sistema qanday bo'ldi deydi. Demak, bu 5 ta mnemonikasini bilsak bo'lar. Famous 5 P's, to'g'rimi? 5 ta F deb yodlasak bo'lar ekan. Nimalarga javob berish? Neyroanatomiya ko'proq yo'qlashga bog'liq bo'lgan narsa, fiziologiya bo'lgan ko'proq fikrlashga qaratilgan fanda. Endi dopaminergik yo'llar. Demak, dopamin neyrotransmitteri chiqadi. Demak, bu dopamin reseptoriga yuratiladi, nimada funksiyani bajaradi. Shu demak dopaminergik pathway hisoblanar ekan. Demak, 4 ta dopaminergik pathway bor. Mesocortical, mesolimbic, nigrostriatal, tuberoinfundibular. Bular ham tanish bo'ladi sizlarga. Demak, ko'pincha dorilar natijasida o'zgaradi. Masalan, antipsixotiklar nima bilan ishlaydi dedik? Dopaminni bloklaydi dedik. Galapepidolda aytdim, shizofreniya deb beriladi galapepidol. Shizofreniya bilasizlar, jinni deganda shizofreniya shuni bilasizlar. U barometrga tashxis qo'yiladi. Agar kimgadir hatto shizofreniya deb tashxis qo'ysangiz, siz darsh qamoqqa olishadi. Chunki bitta odam barometrni barvotgan bo'lasizda. Shizofreniya tashxis qo'yishdan o'rgataman. Demak, dorilar bilan, psixotiklar bilan nima qilinadi? O'zgartirish mumkin ekan. Hamda movement disorder, harakat bilan bog'liq bo'lganlar. Parkinsonizmda nima bo'ladi? Dopamin kamayib ketadi. Buni ham gaplashamiz. Demak, Parkinsonizm disorderda bunda nima Parkinsonizm masalan yaqqollasizlar, qo'lda qaltirash bilan sizlarga eng esga kelgan narsa. Kim Parkinsonizm bilan mashhur odamlardan? Muhammad Ali Baksir tanimaysizlarmi? Keyin bo'ladi-da. Baksir bo'lganda. Baksir, ya'ni qaragandan keyin bu qo'ygan bo'shasa. Yo'q, o'sha Baksir men Bo'shlar. O'sha Baksir bo'lgan, keyin o'sha nima bo'lgan, Parkinsonizm bo'lgan. Men butun vaqtlarning eng zo'riman degani bitta jangda yutibdi. O'shandan keyin eng all of the great nima deb anaqa qilgan, o'shanaqa o'sha Parkinsonizm bo'lgan. O'sha men zo'riman
deb aytgani gap. Xudo biladi, nimaga o'sha Parkinsonizmda shunday masalan, qo'l qaltiroq bo'lib qolgandaqa. Demak, the mesocortical and mesolimbic pathway are involved addiction behavior. Demak, mesocortical va mesolimbic yo'l o'z navbatida o'rganib qoluvchi ovqatlarga javob bergan. Nimaga o'rganib qolishda, demak shu yo'lda ishtirok etgan bo'lsa, telefon o'ynashga yoki bo'lsam PlayStation o'ynashga, nimadir yeyishga, addiction bu o'rganib qolish bilasizlar, istalgan narsa bo'lishmaga chekishga. Demak, shunda shu yo'lda ishtirok etgan. Demak, birinchi mesocortical pathway. Demak, ventral tegmentum areadan chiqib, demak prefrontal cortex. Ventral tegmentum area demak o'zlarida brainstem asosida bo'lyapti, yo'nalishini ko'ryapmiz, qayerga boryapti? Prefrontal cortex demak peshona, to'g'rimi? Peshona markaziga boryapti. Symptoms of altered activity. Demak, o'z navbatida simptomlar bunda o'zgarishi qanday simptomlar bo'ladi deyilsa, demak activities pasayib ketsa nima bo'ladi deyilsa, negative symptoms hosil bo'ladi. Negative symptoms deganda nimani tushunasizlar? Positive, negative symptoms va shizofreniyada. Positive symptoms gallyutsinatsiyalar bo'lishi, har xil narsalar eshitishi, narsalar ko'rinishi bu positive symptoms bo'ladi. Negative symptoms bo'lsa ponni blood effect deydi, ponni ajrab qoladi, hech kimga qo'shilmaydi. Ma'lum g'alati bo'lib qoladi, shu negative effect deydi. Negative symptoms shuni yodlab olib, mesocortical deb kamaysa negative symptoms shu rosa ko'rsatadi kesiladi. Shuna bo'lyapti, ajralmayapti. Masalan deydi, shizofreniya davoladi, gallyutsinatsiyalar yo'qoldi, lekin odamlarga qo'shilmayapti, ba'zi qilmayapti, boshqa qilmayapti, ajrab olgan, faqat o'zi bilan bo'lganda, shunda qaysi tizimda buzilish bor degan bo'lsa, sizlar nima deysizlar? Mesocortical negative symptomlar xolos. Antipsychotics have limited effect. Mana shizofreniyada gallyutsinatsiyalar davolanish mumkin, lekin bular davolashda cheklangan bo'ladi hammasi. Qiyin bu narsani davolash. Keyingisi mesolimbic sistema. Mesolimbic sistema buyon ventral tegmentum areadan boshlab nucleus accumbensga ketyapti. Yo'lni ko'ramiz. Demak, buyon ventral tegmentumdan ketyapti, nucleus accumbens. Demak, yoniga kelib nima qilyapti? Yo'nalishda boshqarilyapti. Demak, bu hammasi dopamin bilan ishlaydi. Biz dopamin yetib bu ikkosi mesolimbic bilan mesocorticalning motivation reward. Motivation reward bu yutuq funksiyasi. Demak, bir nimaga masalan erishdik, bir nimada funksiyalar bajarsa, demak shular ishlar ekan. Activity'si oshib ketgan bo'lsa, bunda positive symptoms bo'ladi. Positive symptoms hatam gallyutsinatsiyalar, turli xil eshitishi, boshqa narsalar bu positive symptoms bo'ladi. Yaxshi. Demak, first therapeutic target of antipsychotic. Birinchi demak maqsadimiz target organimiz antipsychotiklarga bu nima bo'lar ekan? O'sha vaqtda mesolimbic sistema ekan, to'g'rimi? Positive symptomlar yo'qotish uchun. Nimaga? Sen dopamin bilan ishlaydi-ku. Dopamin, antidopaminliklar demak nima bo'ladi? Dopaminni kamaytiradi, shu sistemalar aktivitasi kamaytiradi. Bitta narsada men psixiatriyada shunday narsa bor, juda qiziqmanki, psixiatriya sog'lomlik bilan kasallikni muvozanatdan bilolmaysiz. Ya'ni masalan dopamin oshib ketsa, shizofreniya kelib chiqadi. Dopamin kamayib ketsa, nima bo'ladi? Parkinsonizm kelib chiqadi. Yoki o'zim dopamin serotoninlar kamayib ketsa, depressiya bo'lyapti, to'g'rimi? O'rtada normal. Balki misol uchun fikrlash, balki dopamin oshib ketgan ularda sezish, shu ritm oshib ketgan ular rostdan shu narsalarni ko'rar balki ularga haqiqat bo'lgan narsa bizga yolg'ondir. Biz o'zimiz masalan haqiqatni olamiz. Balki bilmaysiz-da. To'g'rimi? Ularda chunki masalan fiziologik o'zgarish ham bo'lyapti. Masalan, oddiy soppa-sog' odam bir gallyutsinatsiya davolmayapti, misol uchun. Shu narsa masalan dopaminni kamaytirsa yaxshi bo'ladi. Dopamin oshgan uchun balki ularda shunaqa bo'lgandir. Fikrlash. Balki ular sog' bag'dela kasallar. Psixiatriya qiziqqanlar yo'q. Balki aksidir. Shunchaki normal bo'lmagan uchun ular kasallar. Boshqacha deb aytaylik. Unday qilib jinni demaydi, boshqacha. Shunisi bor. Ertadan bizga psixiatriya ekanmi? Nigrostressal demak yo'l. Bu nigro demak nomidan keladi. Substansiya nigrodan darsdan strepinga ketadi.
substansiya nigra, ya'ni qora modda deb tanilgan bo'ladi. Bundan dopamin sintezlanadigan joy. Hamda dorsal striatumga ketadi. Bu nimaga deganda asosan bu motor kontrol. Ya'ni qo'l, tana harakatlarining javobgar bo'lgan narsa. Activities pasaysa ekstrapiramidal simptomlar yuzaga keladi. Bunga yaqqol misol shu Parkinsonism. Significant effect is present psychotic in the Parkinsonism. Dinlashmanisida xulosa paydo bo'ladi. Psychotiklar qo'llanganimizda Parkinsonizm kelib chiqishi mumkin. Chunki Parkinsonizmdan dopamin kelmaydi. Antipsykotiklarni Parkinson dopaminni bloklaydi. Demak, antipsykotiklar побочный effekti bu Parkinsonizm qo'l qaltirash va nimani chaqirishi mumkin. Masalan, oyoqlarni qimlatadi, shunaqalar. Yaxshi. Endi Parkinsonizmni davolashda dopamindan neslarni berishimiz kerak bo'ladi. Buni gaplashamiz hammasini ham. Shuningdek, qaysi yo'lda qaysi kasalliklarni bilamiz xolos hozir. Keyingisi tubero-infundibulary gipotalamusdan pituitariga ketgan yo'l hisoblanadi. Tubero-infundibulary. Qanaqasida? Demak, mana tubero-infundibulary gipotalamusdan pituitariga kelgan stimulga ko'ryapmiz. Bu yo'lda nima bo'ladi deydigan bo'lsak, navbatda конечно, dopamin gipotalamusdagi dopamin pituitariga nima qiladi chiqadi. Bu prolaktin sekretsiyasini nima qiladi regulyatsiya qiladi. Ya'ni to'g'ri qiladigan dopamin prolaktin sekretsiyasini bloklaydi. Endi activities kamayib ketsa, конечно, prolaktin oshib ketadi, to'g'rimi? Chunki prolaktin kamaytirib, prolaktinni kamaytiradigan narsani o'zi kamaysa, bu prolaktinni oshib ketishiga sabab bo'ladi. Bu ham antipsykotiklikda побочный effekt hisoblanadi. Chunki dopaminni bloklagani uchun prolaktin oshib ketadi. Masalan, prolaktin ma'yosan nima deydi? Laktatsiya chaqirishi mumkin antipsykotiklar qo'llanilganda. Keyin yana bitta narsa bor, dopamin prolaktinni bloklayapti. Dopamin prolaktinni bloklayapti. Keyin miyada endokrinda to'liq o'tib beramiz. TTG bor, TSH, keyin triaterin releasing hormon bor, gipotalamusdan talamusga, keyin u nima TSH ga aylanadi. TSH stimulyator, ya'ni tiroid stimulating hormon bo'ladi. U keyin nima qalqonson bezga keladi-da, TH bilan T4 ni chiqaradi, to'g'rimi? Xuddi shunda prolaktindan naqasiga mana shunday yozyapti-da. Nima chiqib keladi tashqariga? Ha. Gipotalamus deb yozilgan bo'lsa, nima chiqdi? Nima bo'lyapti? TMH chiqyapti. Bu oldingi hipofizga kelyapti. Bundan TSH chiqyapti, to'g'rimi? Bu kelgan shitaritni yana qalqonson bezga kelyapti. Bundan nima bo'lyapti? T3 T4 chiqyapti. T3 T4 TSH bilan nima qilyapti? Ingibirlayapti. Endi shunaqangi holat borki, masalan, o'rta yoshli ayollarda homiladorlik buzilishi qalqonsimon bez bilan bog'liq bo'ladi. Qanday esa yo'l yetishmovchiligi. Xo'p, yo'l yetishmovchiligi mantiqdan kelib chiqamiz. Demak, yo'l kam, T3 T4 kam degani bu, to'g'rimi? T3 T4 kamligi ketdi. T3 T4 ning kamligi mana bu ingibirlayotgan ta'sirni kamaytiradi deganimi? Bu ingibirlayotgan ta'sir kamaysa, bu TRH, TSH dan oshib ketdi deganimi? Plus ta'sir deganimi? TRH mana shu joyda qizil qiling. Bu joyda prolaktin chiqishini ham stimullaydi. Prolaktin chiqqani gonadotropin releasing hormonini ingibirlaydi. Natijada aminaviya yoki bo'lmasam homiladorlik buzilishi bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Mana klinik yukseklik tomonidan mana shuni yosh oilalar mana shunaqa farzand bo'lmayapti deb xo'p deydi, o'xshab ko'rasiz, TH4 bas TSH baland bo'ladi. Nimaga homiladorlik ko'p mingta sabab bepushtlik bu deydi, siz nima qilasiz? Yo'ldan deysiz, 2 oydan keyin ujub bag'i rejim tiklanadi. Mana bu minus ta'sirimiz yana o'zini holatida tiklaydi. Bu TRH minus deydi, bu prolaktinni kamaytiradi.
havolar avtomatik tushgandan keyin gonadotropin normallashadi, yana menstrual sikl va homiladorlik funksiyasi qayta tiklanadi. Shu yerda mana ishlayapman mana. Mana yo'damavin effekti. Keyin bu ko'p kuch bergan holat biz chunki dengizdan uzoqdamiz, yod kam iste'mol qilamiz. Shunisi bor. Yaxshi. Men buni gaplashib oldik. Bizda cerebellum qopti, bazal ganglia. Buni bazal ganglia lesson 4. Men bizda cerebellum qopti xolos. Cerebellum bu miyacha, to'g'rimi? Miya hisobida orqa qismiga yopishgan miyacha hisoblanadi. Bu cerebellum. Cerebellum bo'lsa bu miya. Cerebellum double L bu miyacha. Bu nimani boshqaradi deyilsa, bu harakatni boshqaradi. Aids in coordination balance. Demak, koordinatsiya tushunmayman deyapman. Koordinatsiyalangan harakat balans, muvozanat tushab, yubekasi muvozanat tushab vazifasini bajaradi. Shu harakatda buzilish qo'l qaltirash nima edi? Qo'l qaltirashi. Просто название вам yo авторский название? Shunchaki nom, hammasi aytadi. Tremor. Cerebellar tremor bor, bo'lsam boshqa tremorlar borda. Shunda differensiatsiyasida men ko'p adashganman. Cerebellar tremor qachon bo'ladi, qaysi qanaqa bo'ladi? Masalan, cerebellar tremor hozirgacha bo'yicha shu emas. Koordinatsiya ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Men shu emas deyapman. Koordinatsiyaga harakat. Yaxshi, demak balans va shuni bajargan. Demak, joylashgan joyini bilasizlar mana. Orqa miya suyagi, uji kalla suyagini o'tamiz, uchtasi bor va anterior area, middle, posterior to'g'rimi? Xuddi shuni orqa tomonda, orqa segmentda joylashgan, orqa bo'lagida deylik, kalla suyagini joylashgan organ hisoblanadi. Medial cerebellum, demak o'z navbatida cerebellumda ham yadrolari mavjud bo'ladi. Lateral и medial cerebellum. Influcanabular node alohida bitta bo'lagi hisoblanyapti. Demak, medial bu o'rtadagi qismi, lateral bo'lsa, lateral tomondagi yadrolar hisoblanadi. Ipsilateral unconscious proprioceptive information via inferior cerebellum peduncle from spinal cord. Demak, ipsilateral tomonda proprioceptive sezgilarni oladi. Ya'ni bu ixtiyorga bog'liq bo'lgan sezgilar, masalan, yurganingizda boshqa joyda organlarni olasiz, bo'g'imlarni olasiz, sezadi. Nimadan? Inferior peduncle, ya'ni pastki oyoqchalar orqali. Qayerdan oladi? Orqa miya. Orqa miyada biz aytganlik traklar bor, to'g'rimi? Traklarga o'tirish xuddi shunday sezgini oladi. Endi deep nucleus lateraldan medialga tomon sanayapti. Demak, chuqur yadrolarini. Buni yodlasizlar: dentate, jismon, emboliform, globus, fastigial. Demak, shu yadrolar. Bu demak o'rtadan periferiya qarab ketayotgan yadrolar hisoblanadi. Demak, kontralateral middle cerebellar peduncle. Ya'ni bu nima degansak, oyoqchasini middle cerebellar peduncledan kirgan, bu kontralateral, ya'ni qarama-qarshi o'ng ham shartligi, masalan, chap oyoqligidan olishi mumkin. Yoki tana chap qismidan. Ipsi degan bir tomoni. Hozir biz ipsilateral qaysidan dedik? Inferiorda. Inferiorda, значит, o'ng qo'lni koordinatsiya harakatini, demak, inferiordan keluvchi trak, demak, o'ng cerebellumni ham sharga berar ekan. Buni shunchaki yodlaymiz. Lateral cerebellum hemisphere controls the distal limbs. Medial tanani lateralni bo'lgan bo'lsa, qo'l va oyoqlarni boshqaradi. Ya'ni mana o'rtasi bu tana balansировкasiga javob bergan bo'lsa, endi lateralni tomonda yadrolar bo'lgan bo'lsa, nimaga? Limb, qo'l oyoqlarda muskuloskeletika javob beradi. Test. Endi miyachani test qilishda rapid alteration movement, pronation, supination, finger to nose test, heel to shin gait, look for intention tremor. Ya'ni intention tremorga javob bog'langan tremor tekshirish uchun shu harakatlarni test qilish kerak. Men yaqinda bilmaganim nima bo'ldi? Pronation, supination test. Ko'z yumdingizda bemorga mana buni qildingiz. Bu qaysi holat? Supinatsiya. Qo'lni tushib ketadi.
Demak, shunda ham nima buzilgan? Miyacha buzilgan bo'ladi. Chunki balans bilan koordinatsiya shotda bo'lgan organ hisoblanadi. Keyin rapid alternating movement, ya'ni qo'l va harakat tez o'zgartiruvchi anaqalar. Bittasi finger to nose test. Men pronunciation supination test ko'rsatdi. Pronunciation kamera qanaqa chiqyapti? Chiqyaptimi? Umuman qo'lim chiqyaptimi kamera? Ha, buni chiqadi. Pronunciation supination test bemorga shuni turgizasizda, ko'z yumingiz qo'lni mana bunday holatda qiling deysiz. Bunday turgan payt qo'l tushib ketadi. Ixtiyorga bog'liq bo'lmaydi. Endi keyingisi finger to nose test. Buni ko'rsatib bergan oldin. Buni qo'lni qitibadi. Buni qilib tursa, masalan, sovuqjon chiqmoqda. Finger to nose test qo'lingni bunga masalan san teshamiz. Mo'yinga qo'ling testi buning yo'q. Bunga qo'li bitta. Ha. Nari qo'ling. Ko'zingni. ko'zi yum. Ko'zingni yumib. Shunaqa qilmasa tezda shuni baqa betga deydi. Shunda demak finger to nose barmoq bilan bunga masalan tez o'zgartirish chunki koordinatsiyani bajaryapti-ku. Alantirib olish kerak. Shunisi bor. Keyin nimasi bor ekan? Heel to shin. Heel to shin oyog'im chiqmaydimi bilaman. Yo chiqarkanmi? Ko'tarib tursa. Heel to shin testi. Demak, heel tovon bo'ladi. Mana bunday qilish kerak, bunday qilish kerak bo'ladi. Tezda almashtirib turib. Shunda heel to shin test shu bo'ladi. Yaxshi, do'stga qarab tur. O'shani ishlaydi. Ko'rinmadimi hozir? Ko'rindi. Yaxshi, demak bu miyacha ekan. Hozircha demak biz shularni o'rgandik. Demak, cerebrallar bu joyda input, output. Miyacha kiradi, kirib keyin chiqib ketishi ham bor, cortex shularni gaplashyapti. Demak, kontrollatorlarning kirish hozir bilishimiz kerak bo'lgani o'rta yoqchadan kiradi. Qarama-qarshi tomondan sezgilar. Endi proprioceptive information spinal cord inferior cerebellar pedunculdan kiradi. Bu qanaqa edi? Bu ipsimini? Ipsilar deyiladi-da. Keyin ichki quloq albatta muvozan balans ushlash uchun muvozan topadi. Vestibulardan ham oladi. Ichki quloqdan vestibularning yadroga kiryapti. Bu flukanatorlarning bu past qismini alohida lokatsiyasi bilan keyin vestibularning yadroga o'tyapti. Chiqishi bo'ladigan bo'lsa, o'z navbatda cerebellar cortex va Purkinje cell. Purkinje hujayralari miyachada bor. Buni klinik ahamiyati nimada deganda, quturishda shu hujayralar o'lamini Purkinje. Quturish virusining shu joyda ko'payadi, miyaga ko'tarilib turadi. Shunaqa edi. Mikrobiologiya deymiz. Demak, undan tepada keyin deep nucleus bo'lyapti, chuqur yadrolar, uni superior cerebellar pedunculdan chiqib ketyapti. Middledan kiryapti contralateral, inferiordan ipsilateral, superiordan chiqib ketyapti. Contralateralning cortex, miya yasharlari qarama-qarshi tomonda yerga chiqadi. Buni shunchaki billa traktni qo'shib ketamiz, traktlar chizamiz, shunday o'tamiz. Hozir shunchaki tushuncha paydo bo'lishiga xolos bu. Tushundingmi? Demak, bazal ganglia bu alohida mavzu. Mana shuni o'zimiz bitta mavzu qilamiz bazal ganglia. Qiyin bo'lgani uchun ECG ga emas, ERGga yanglishadi. Demak, hozircha shular bu 3-mavzu.